Assalomu alaykum. Men Andijon tuman City domlarida hozir bugungi kunda dejurdaman, Skoriyda. Hozir shunday holat bo'ldiki, 103 ga telefon qilib, bir ayol bizdan nafaqani so'rayapti. Uni oldiga biz borganimizda hech qanday bemori yo'qligini, unga nafaqani kerakligini aytyapti. U yerda men juda ham ko'p haqoratlar eshitdim. Tvar dedi, sen qanday menga nafaqani bermaysan, Cityda nafaqani topa olmadik deyapti. Nima, Skoriydagilar odam emasmi? Iltimos, ko'p fuqarolarimizdan iltimos qilib qolaman. Skoriyda faqatgina jiddiy holatlar bo'lganda, og'riq bo'lganda, bir isitma ko'tarilganda, ekstreniy holatlarda chaqiriladi-da Skoriy. Oddiy bitta nafaqani kerak uchun endi dori tashuvchi tashkilot emas-da. Buni to'g'ri tushunishini iltimos qilardim ayrim bir fuqarolarimizdan. Juda ham xafa bo'lib ketdim hozir. Albatta ustidan raport qilinyapti. Albatta huquqiy chora ko'riladi.